Ho'p, bugungi videomizda men sizlarga tikadigan mashinkamni ko'rsatmoqchiman. Itak. Tikadigan mashinkamning nomi Britex. Xitoy mashinkasi. Ko'rinishi mana bunaqa bo'ladi. Mana oddiy mashinkalarga qaraganda bu ancha-muncha kattagina. Lapkalardan bo'lsa bo'ladi. Bu shagayshi mashinka. Mana pedali, mana lapkasini ko'tarib tushiradi. Ну, и соответственно, mana. Xo'p, mashinkamni eng ko'p obroti 2200 obrot maksimalli. Men ko'pincha 1800 shunaqada ishlayman. Shagim 6li, 5li yo 4lida qilaman. Zavisimisi anaqa. Mana bu 5lida qilingan. Mana ko'rinib turibdi. Tak, ipimni qalinligi esa 6. Aslida 6 da tikaman. Ninam esa mana bunaqa nina ishlataman. Bu lapkavoy nina deyiladi. Ya'ni e'tibor berib qarasangiz bunaqa yonboshlab bundoq kesadi, yonboshlab. Просто teshmaydi anaqaga o'xshab. Yonboshlab kesadi. Bu kojani kesadi, yirtmaydi. Shuni hisobiga. Hozircha shu endi ma'lumot. Yana anaqa bo'lsa, video qo'yaman.